أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli opa-singillar. Tajvid darslarimizni davom etamiz. Bugun 12-darsimiz. Inshaalloh bugun mana 4-bobga qadam qo'yamiz. 4-bobimizning birinchi darsi demak harakatlar deb ataladi. Biz avvalda mana bu 3 harakat bilan tanishgan edik. Bular demak mana o'ngdan chapga fatha, kasra hamda domma deb ataladi. Demak, bu belgilar harflarning ustida yoki ostida kelishi bilan turli unli tovushlarni ifodalaydi. Misol uchun mana alifning ustida fatha kelishi bilan a, ostida kasra kelishi bilan i hamda domma harfi bilan dom belgisi bilan birga alif u tovushini beradi deb aytgan edik. Shuningdek, bu harflar hamza bilan birgalikda ham kelishi mumkin. Bu yerda ham mana yuqoridan pastga o'qisak a, i, u tovushlarini hosil qilgan bo'lamiz. Shuningdek, boshqa harflarga ham, ya'ni hamza boshqa harflarga suyanib birgalikda kelishi mumkin edi. Misol uchun mana vav harfining ustida hamza, ustida fatha bilan birga bu ham a tovushini beradi. Yoki mana o'rtadagi misolni ko'ryapmiz. Alif ostida hamza, ostida kasra i tovushini beradi. Shuningdek, mana ya harfi ham hamzaga suyanchiq bo'lishi mumkin. Bu holatda ham demak mana ya harfining ustida hamza, ustida domma, demak u tovushini beradi. Demak, mana shunday holatlar bilan tanishgan edik. Shuningdek, bu belgilar undosh tovushlardan keyin ham, ya'ni undosh tovushlarning ustida ham kelishi mumkin. Bunday holatda mana shu undosh tovushlardan so'ng turli unli tovushlar borligini anglatadi. Mana agar misollar yuqoridan pastga qarab o'qiydigan bo'lsak, ta, qi, bu. Demak, mana shu belgilar bilan biz avvalroq tanishgan edik. Shuningdek, tanishgan belgilarimizdan yana biri bu sukun belgisi edi. Sukun belgisini biz mad qoidasini o'rganganda ko'rgan edik. Demak, mad qoidasi esingizda bo'lsa, ma'lum bir harfning 2 harakat miqdori cho'zishini biz o'rgangan edik. Mana bulardan biriga misol, mana o'ng tarafda ko'rib turganingiz bi tovushi, mana o'ng tarafda. Ya'ni bu yerda kasradan so'ng sukunli ya kelishi bilan biz 2 harakat miqdori cho'zib bi deb o'qigan edik. Chap tarafda esa dommadan so'ng sukunli vav kelishi bilan bu deb o'qigan edik. Demak, mana shu yerda biz sukun belgisini bilan ko'rgan edik, lekin bu sukun belgisining asosiy vazifasi emas. Demak, bugun biz mana shu sukun belgisi bilan bir yaqinroq tanishamiz. Demak, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shu paytgacha biz o'qigan so'zlarimiz barchasi unli tovushlar bilan tugayotgan edi. Ya'ni biron joyda biz so'z ko'rmadikki, undosh tovush bilan to'xtagan bo'lsa. Lekin arab tilida har doim bunday emas. Demak, undosh harfdan so'ng hech qanday unli tovush bo'lmasligi ham mumkin. Mana shunday holatda sukun belgisi qo'yiladi. Demak, mana yuqorida belgilar, yuqoridagi misollarni o'qiylik o'ngdan chapga qarab. Mana kam, ya'ni m harfining ustida sukun belgisi turgani uchun mana shu yerda demak kam deb o'qildi. Kam, kim, kum. Ham, him, hum. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Demak, qachonki undosh tovushning ustida sukun belgisi turgan bo'lsa, mana shu yerda demak bu undoshdan so'ng hech qanday unli tovush yo'qligi anglanadi. Ya'ni ham, him, hum deb to'xtab o'qiladi. Demak, sukun belgisi so'z o'rtasida ham, so'z oxirida ham kelishi mumkin. Mana pastdagi misollarni ko'ramiz. Ikkinchi qatorni o'ngdan chapga o'qiymiz. Avalam, amruhu, alaykum, alayhim, in huwa, man amana, an ibadi. Demak, mana shunday o'qisak to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Shuningdek, biz mana biroz avvalroq mad qoidasini eslab o'tdik. Demak, esingizda bo'lsa, yana bir marta qaytaramiz. Kasradan so'ng sukunli ya kelsa, i tovushi 2 harakat miqdorini cho'zib, mana misol ko'rib tursiz, bina deb o'qigan edik bu yerda. Lekin bundan mustasno holatlarda, ya'ni kasra emas, tasavvur qilaylik, mana fatha kelgan bo'lsa, sukunli yadan avval, demak bu yerda endi y harfi o'zi o'qilaveradi, ya'ni bayna deb o'qilaveradi. Demak, yana bir marta o'ng tarafdagisi cho'zib bina deb o'qilsa, chap tarafdagisi bayna deb o'qiladi. Xuddi shu kabi, demak bu u tovushiga ham taalluqli. Demak, agar biz avvalroq dommadan so'ng sukunli vavni bu deb 2 harakat miqdor cho'zgan bo'lsak, demak bundan mustasno holatlarda v harfi o'zi o'qilaveradi. Ya'ni bav deb o'qiladi. Mana hozir chap tarafda ko'rib turganingiz. Demak, o'ng tarafdagisi bu deb cho'zib o'qilsa, chap tarafdagisi bav deb o'qilaveradi. Bu yerda v harfi o'zining tovushi bilan keladi, ya'ni v tovushini beradi. Keling mana ba'zi misollarni ko'ramiz.
dini, dayni, ayna, ayna, kifa, kayfa, haythu, haythu, tuba, tavba, sufa, savfa. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Mana keyingi guruhlar belgilarga o'tamiz. Demak, bu harakatlar tanvin deb ataladi. Demak, mana siz bu belgilarni ko'rib turibsiz. Agar e'tibor qaratsangiz, demak, mana tanvin fatha, tanvin kasra, tanvin domma belgilari fatha, kasra, domma belgilariga juda ham o'xshab ketadi. Ya'ni, misol uchun mana tanvin fatha belgisi xuddi ikkita fatha belgisi ustunup kelganga o'xshash. Xuddi shu kabi kasra belgisi ham, ya'ni ikkita kasra belgisiga o'xshab ketadi. Demak, bu belgilar nimani anglatadi? Agar o'zimizning o'zbek tilimizga nazar soladigan bo'lsak, demak, so'zlarning oxirida turli qo'shimchalar keladi. Ya'ni turli so'zlar oxirida turli qo'shimcha qo'shilishi bilan ma'nosi o'zgarishi mumkin. Arab tilida ham xuddi shunday. Ya'ni so'zlarning oxiriga turli xil qo'shimchalar qo'shilishi mumkin. Demak, mana shu tanvin bu qo'shimchalardan biri hisoblanadi. Demak, bu belgilar so'z oxirida keladi hamda an, in, tovushlarini beradi. Demak, misol uchun tanvin fatha belgisi so'z oxirida kelsa, biror bir harfning ustida keladi. Demak, mana shu harfdan so'ng an tovushi borligini anglatadi. Tanvin kasra esa biror bir harfning ostida keladi hamda bu harfdan so'ng in tovushi borligini anglatadi. Xuddi shu kabi tanvin domma biror bir so'zdan so'ng so'zning oxirida biror bir harfning ustida kelishi bilan, ya'ni bu harfdan so'ng tovushi borligini anglatadi. Keling, mana ba'zi misollarni ko'ramiz. Mana o'ng tarafda yuqorida ba, bi, bu deb o'qisak, chap tarafda mana shu b harfi endi tanvin bilan birga kelganda ban, bin, bun deb o'qiladi. Ya'ni ban, bin, bun. Xuddi shu kabi pastdagi xatoni o'qiymiz. O'ngdan chapga sa, si, su, san, sin, sun. Demak, bu yerda mana san, sin, sun deb oxirida n tovushi bilan birga o'qidik. Endi bir narsaga ahamiyat bering. Bu yerda demak, tanvin fatha belgisi kelganda, biror undosh harf ustida kelganda, bu undoshdan so'ng albatta mana alif ko'rasiz, alif turgan bo'ladi. Demak, odatda mana shu undosh tovushdan so'ng agar ustida tanvin fatha bo'lsa, alif belgisi ham turadi, alif harfi ham turadi, lekin bu yerda alif harfi o'qilmaydi, ya'ni ban deb o'qilaveradi. Alifga ahamiyat bermaysiz. Demak, odatda barcha undosh tovushlar uchun shunda faqatgina ta marbuta harfi tanvin fathani o'zi bilan birga keladi, ya'ni ta marbutadan so'ng odatda alif yozilmaydi. Keling, mana ba'zi bir misollarni ko'ramiz. Zahabin, furatun, zulumatin, solatun, alaqatin, humazatin, g'ishavatun, shafa'atun. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Demak, bugungi o'tadigan qoidalarimiz mana shulardan iborat edi. Demak, bu darsimizning oxiri. Keling, mana uy vazifalaridan bitta sahifani o'qiylik. Barcha uy vazifalarni biz bu video darsimizga qo'shmadik. Ularni alohida saytimizdan yuklab olishingiz mumkin. Keling, mana bu sahifani esa birgalikda o'qishga harakat qilamiz. Lam akhunhu awladuhum wa yan'ihi tarhaquha qataratun alimta in asaytuhu kana aliman khabiran min azabin ghalizin fa awjasa minhum ajrun azimun la yazalu bunyanuhum fama lahu min hadin la awda'u khilalakum wa ila thamud akhahum min ilahin ghayruhu khalaw ila shayatinihim wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Demak, mana shunday o'qiymiz. Bugungi darsimizga esa yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.